Mana tushyapman. Namuncha shoshasiz? Xo'p, mana tushyapman, Xushnud aka. Qotillik haqida siz xabar berdingizmi? Ha? Jinoyatchini ko'rdingizmi? Ko'rinishi qanday edi? O'rta yoshdagi yigit edi. Voqea qanday sodir bo'ldi? Kech soat 10larda televizor ko'rayotgandim. Podyezdda shovqin bo'lib qoldi. Yugurib chiqsam, qo'shnim qonga belanayotgan ekan. O'sha odamning qo'lida jinoyat quroli bormidi? Aniq eslolmayman-u, qo'llari qon edi. O'sha odam meni ko'rib pastga tushib ketdi. Aniqrog'i qochib ketdi. Singlim, qaravering. Yana biror nima buyurasizmi? Yonimga o'tiring. Kechirasiz, bizda mijozlar bilan o'tirish mumkin emas. Hech qisi yo'q, o'zim gaplashaman, o'tiring yonimga. Gapim bor-da sizda. Qandoq bo'lar ekan? Yaxshi bo'ladi. O'tiring, o'tiring. Voy. Bir o'zim uyda zerikdim. Birov kim bilan gaplashishim keldi. Yo'q, shunaqami? Sizni 2-3 kundan beri shu yerda ko'raman. Ha, o'zi yaqinda Toshkentga keldim. Tez orada yana Turkiyaga uchib ketaman. Voy, buncha yaxshi. Nima ish qilasiz, opa? Bu nima desam, qo'shma korxona deganda. Oho, sizga havasim kelyapti. 2-3 kundan beri sizni kuzatib, xafa bo'lmang-yu, ochig'i rahmim kelyapti. Voy, nega? Shunchalik bechoraga o'xshaymanmi? Yo'q, ko'hlikkina qizsiz. Ochig'i, mana bu ishingiz sizni juda ham qiynab qo'ygan shekilli-yu. Ha, nimasini aytasiz? İşimiz og'ir. Har xil odam bor. Tushunaman sizni singlim. Sizga bitta yaxshilik qilmoqchi edim. Oz bo'lsa ham shuni ola qoling senim. Bu nima qilganingiz, opa? Men buni ola olmayman. Biron yordam kerak bo'lsa, mana vizitkam. Tortinmasdan telefon qilishingiz mumkin. Opa, juda xijolatga qo'ydingiz. Hech qisi yo'q senim. Bu menga o'xshaganlar uchun arzimagan choychaqa. Olavering senim. Bugun Muxtor 2 marta telefon qildi. Ko'tarmadim. O'zi nima gap? So'rama. O'tgan safar yuborilgan qizlarimiz sal asov chiqdi. Bu safar yuvoshlardan yubor deb rosa ming'irladi. Nima? Ishga chiqarishibdimi? Ha. Nazira degani bir mijozni urib haqorat qilibdi. Zarari yo'q. 2-3 kun ochib qo'yishsa, o'zini erkaklarni qo'yniga tashlashga tayyor bo'ladi. Men ham shuni tushuntirdim. Lekin ularga tayyor mol kerakmish. Voy. Tayyori ishlatilgan bo'lishini biladi-ku. Tavba.
Nima deysan endi? Puli borni ozgina injiqlagan bo'ladi-da. O'lsin-ey, noz qilmay. Xullas, yana 2-3 nafar qiz yuborishimiz kerak. Muhlat 1 hafta. Nozik mijozlar topilganmish. Onasi o'pmagan qizlardan pulini ayamasmish. Shunga nima deysan? Nimayam derdim. Lo'lini eshagini suvorib pulini olish kerak, tamam? Sevara Mannonova 1994-yilda tug'ilgan. Ma'lumot o'rta. Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismining A, B bandlari bilan sudlangan. Qisqa muddatli qamoq jazosini o'tagan. 168 firibgarlik. O'sha ish bo'yicha ayblov xulosasi bilan tanishib chiqish kerak. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deganlaridek, marhuma yana bir bor bu ishga qo'l urgan bo'lsa-chi? Birinchi gumondor bo'yicha biror ma'lumot bormi? Qidiruv va surishtiruv ishlari olib borilyapti. Lekin kimligini aniqlash juda qiyin bo'lyapti. Menimcha, voqea joyidan olingan daliliy ashyolar bo'yicha ishlash kerak. Marhumaning xonadonida nazarimda dasturxon yozilgandi. Maishat alomatlari bor edi. Balkim gumonlanuvchining barmoq izlari dasturxon ustidagi qadahlarda saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Voqea joyida aniqlangan har bir detalni qayta o'rganib chiqish kerak. Lekin meni voqelikni boshqa jihati ajablantiryapti. Aynan nima? Taxmin qilaylik, marhumani uyida qotil u bilan birga bo'lgan. Xo'sh, Agar ikkalasini o'rtasida kelishmovchilik kelib chiqqan bo'lsa, u xonada tartibsizlik bo'lish kerak edi. Ammo xonada hamma narsa joy-joyida. darvoqe jinoyatchi nima sababdan ayolni o'z uyida o'ldirmadi? Guvohlar bor joyga olib chiqishdan unga nima naf? Taxminimcha qotil marhumani uy yo'lagida namoyishkorona o'ldirishiga qaraganda u uy ichkarisida bo'lmagan. Hatto marhumaga notanish kimsa ham bo'lishi mumkin. Agar yana bir marta seni o'sha maraz bilan ko'rsam, ikkovingni ham dabdalang chiqaraman. Men bilan o'ynashmalaring. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Kimsan sen menga? Akammisan, ukammisan yoki erimmisan? Kimligimni juda yaxshi bilasan. Lekin sen bilmayapsan. Men ozod qushman. O'zingni yig'ib ol. Voy, juda qo'rqib ketdim. Sevara, asabimni buzma. Yo'qsa o'zimga javob bera olmay qolaman. Nima qilasan, a? Nima qilasan? Urasanmi? Ur! Abjahingni chiqarib tashlayman. Qo'ling tegsin, qamataman. O'ligingni ham topolmaydigan qoraman. Xushnud Yoqubov 1999-yilda tug'ilgan. Muqaddam sudlanmagan. Marhuma bilan ishqiy munosabatda bo'lishgan. Ikkisi o'zaro til biriktirib, odam savdosi bilan shug'ullanganligi aniqlandi. Transmilliy jinoyat. Hozir o'zi qayerda? Jinoyat sodir bo'lgan tunda noqonuniy ravishda Rossiya davlatiga chiqib ketgan. Rossiya davlatidagi hamkasblarimiz bilan bog'lanib, uni mamlakatga qaytarish choralarini ko'rish kerak. Tushunarli. Marhuma aldash va ishonchga kirish yo'li bilan o'zganing mulkini qo'lga kiritish maqsadida Laziz Safar bilan uchrashib, uning do'koni uchun Turkiyadan kiyim-kechak mollarini olib kelishni va'da qilgan.
hamda 1,5 ming AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgan. Keyinroq bu pullarni o'z ehtiyoji uchun ishlatib yuborgan. Jabrlanuvchi ichki ishlarga murojaat qilganmi? Kelishuv bo'yicha 2 oy kutgan. Xo'sh, Keyin Mannonovadan pullarni talab qila boshlagan. Undan bir ish chiqmagach, ichki ishlarga murojaat qilishga majbur bo'lgan. bu ish bo'yicha ham ma'lumot to'plash kerak. Jabrlanuvchi aynan jinoyat sodir bo'lgan vaqtda qayerda bo'lgan? Marhuma bilan nizoga borgan, bormaganligini aniqlash kerak. Xo'p bo'ladi. Lekin boshqa bir gumondorning xatti-harakatlari shubhali tuyulyapti. Xo'sh, kim ekan? Rahmiddin Zafarov 2 kun avval marhuma Sevara Mannonova yashaydigan uyning yo'lagida Mannonovaga bo'g'izlash va o'ldirish bilan tahdid qilganligi haqida ma'lumotlar bor. Demak, u bilan ham gaplashish kerak. Sevaramisiz? Ha, Mamat, tinchlikmi? Maftuna qayerda? Nimalardi bas? Yana qanaqa Maftuna? 2 hafta oldin uni Yevropaga ishlashga jo'natsan-ku. Haligacha darak yo'q. Singlingizga men qorovulmanmi? Ay yurgandir yolloq qilib. U sen o'ylagan qizlardan emas. Yaxshilikcha qayerdaligini ayt. Bo'lmasam o'g'izlab tashlayman. Voy tavba. Uyalmaysizmi ko'p katta odam tuhmat qilishga? Men qayerdan bilaman uni qattaligini? Onasiga sen bilan gaplashganini aytgan. Uni ketishiga o'zing yordam beribsan-ku. Bekordan bekorga bilet olib bermagandirsan? Bu uning tanlovi. Gapni aylantirmasdan Maftuna qayerdaligini ayt. Ketganidan beri aloqaga chiqqani yo'q. Onasi kasal. Meni tinch qo'ying. O'zi sizlardan qochib ketdi o'sha yerlarga. Nima? Tinch qo'ying. Menga qara. Sen bilan adibad aytib o'tirishga vaqtim yo'q. Yaxshilikcha ayt. Yo'qsa kekirdagingni sug'urib olaman. Qo'lingdan kelganini qil. Sevara Mannonova bilan tanishmisiz? Ha, tanishman. Jamoat joyida kurakda turmaydigan gaplar bilan haqorat qilganingiz, o'ldirish bilan qo'rqitib, unga bir necha bor qo'l ko'targaningiz, hatto yengil tan jarohat yetkazganingizni tan olasizmi? Ha, lekin bu ancha oldin bo'lgandi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra o'sha vaqtda marhuma sizni sudga bermoqchi bo'lgan. Ammo ichki ishlarga u tomonidan hech qanday ariza kelib tushmagan. Bunga nima sabab bo'lgan? O'sha kuniyoq yarashib olgandik. Men undan uzr so'rab uyga olib borib qo'ygandim. Marhuma bilan jinoiy til biriktirgan holda e'tiborga muhtoj ayollarni ishonchiga kirib, ularni xorijga sotib yuborish bilan shug'ullanganingizni tan olasizmi? Sotib yubormaganmiz. Ularga yordam berib, o'z ulushimiz olganmiz xolos. Dunyoqarashi to'liq shakllanmagan, oilaviy sharoiti og'ir bo'lgan sodda qizlarni ishonchiga kirib, chet elga yuborganingiz va ular u yerda fohishalikka majburlangani sizningcha yordammi? Rahmiddin Zafarov ismli shaxsdan ichki ishlarga ariza kelib tushdi. Unda Hadicha Yo'ldosheva ismli shaxsni xorijga jo'natib yuborganingiz va qiz haligacha aloqaga chiqmaganligi haqida yozilgan. Xo'sh, qiz qayerda?
o'sha yerdagi jinoiy sheriklaringiz bilan bog'lanib qizlarni mamlakatga qaytarishga yordam berasiz. Tergov bilan hamkorlik qilish sizga berilishi mumkin bo'lgan jazoni bir muncha yengillashtiradi. Xo'sh, endi asosiy savolga o'tamiz. Nima sababdan jinoiy sherigingiz Sevara Mannonovani o'ldirdingiz? Uni men o'ldirganim yo'q. Qasam ichaman, o'ldirganim yo'q. Bir necha bor unga o'ldirish bilan tahdid qilganingizchi? To'g'ri, 1-2 marta yoqasidan olganim rost. Lekin 26-iyun kuni kechki soat 10larda qayerda edingiz? uyda odatda shomdan keyin ko'chaga chiqmayman. Buni biror kim tasdiqlashi mumkinmi? Ha. Bor, xotinim bor. Xotinim tasdiqlashi mumkin. Singlingiz hozir qayerda ekanligi aniqlandi. Rostdanmi? O'zi sog' salomatmi? Kelar ekanmi uyga? Keladi. Olib kelish choralarini ko'ramiz. Faqat Nima faqat? O'zi sog'-omonmi? Tirik ekanmish qilib? tergov bilan hamkorlik qilishingizga to'g'ri keladi. Men hammasini aytdim. Sizdan yashiradigan boshqa gapim yo'q. To'g'ri, ammo qotillik sodir bo'lgan kechada voqea joyiga bir necha bor kelib ketgansiz. Bu ko'cha kuzatuv kameralariga muhrlanib qolgan. Buni qanday izohlaysiz? Jinoyatchilardan jabr ko'rganlar ro'yxati shakllantirildimi? Ha. Mana 10 ta epizod. Xo'sh. Deyarli hammasi bilan gaplashibmiz. 2-3 kishi qoldi xolos. Ularni ham tergovga jalb qiling. Kuzatuv kameralari nima bo'ldi? O'sha ko'chadagi kuzatuv kameralari o'rganildi. Xo'sh. Biror natija bormi? Rahmiddin Zafarov o'sha ko'chadan bir necha marotaba o'tganligi ma'lum bo'ldi. Ammo oqshomga yaqin o'zi uyiga qaytgan. Xushnud Yoqubovichi. Qotillik sodir etilgan vaqtda haqiqatan ham o'sha yerda bo'lgan. Lekin o'z aybiga iqror bo'lmayapti. Menimcha Yoqubovni bu ishga daxli yo'q. Nimaga asoslanib bu xulosaga keldingiz? Kuzatuv kameralarida u uy yo'lagiga hech qanday sovuq qurolsiz kirganligi kuzatilgan. Yon cho'ntagida bo'lgandir yoki voqea joyiga avvaldan yashirib qo'ygandir. Chiqib ketayotganida ham qo'lida biror jism bo'lmagan. Voqea joyini o'rganish jarayonida ham hech qanday sovuq qurol topilmadi. Faqat o'sha yerdagi qon dog'lari juda ham shubhali edi. Nimasi shubhali? Jasad yotgan qavatning yuqori qismida ham marhumaga tegishli qon dog'lari aniqlandi. Guvohning ko'rsatmasiga ko'ra, Yoqubov darhol pastga tushib ketganini aytayapti. Bundan chiqdi jinoyatchi pastga emas, yuqoriga harakatlangan. Qulay fursatni poylab voqea joyidan qochib ketgan. Ha. Kuzatuv kameralariga esa o'sha uydan bir ayol sumkasini quchoqlagani bo'yicha otilib chiqqani muhrlanib qolgan. Xo'sh. O'sha ayol kim? Bu yangisi bo'ladimi? Chakki emas. Ozgina yuvib tarasak zo'r narsa bo'ladi. O'tgan safargidek otidan egari qimmat bo'lib ketmasin. Bunisiga ko'p xarajat ketmasligi aniq. Xo'sh, jo'natamizmi? Ketdik.
yagona guvoh. Siz marhumaga qo'shni bo'lasiz? Ha, yon qo'shnisiman. Aytingchi, marhuma Sevara Mannonovani uyiga begona odamlar kelib turarmidi? Unchalik masu, lekin bir yigitcha tez kelib turardi. Mana shu yigitmi? Ha, shu yigit. Ismi Xushnut. Qotillik sodir bo'lgan kuni qotillikdan avval yoki keyin yo'lakda boshqa begona odamni ko'rmadingizmi? Yo'q. Hovliga tushib, tez yordamga qo'ng'iroq qilayotganimda uydan bir qizcha yugurib chiqib ketdi. Lekin u qotillik qilmasa kerak. Yaxshilab qarang. Shu emasmi? Ha, shu qiz. Siz Sevara Mannonovaga nisbatan qotillikda gumonlanyapsiz. Siz meni qotil deb o'ylayapsizmi? Yashash xonadoningiz xolislar guvohligida tekshirildi. Ha. Siz foydalanib keladigan ayollar sumkachasida marhumaga tegishli qon dog'lari aniqlanganini qanday izohlaysiz? Haligi Marhumaga nisbatan shaxsiy adovatingiz bo'lgani aniq. To'g'rimi? ha, Aytingchi, jinoyat qurolini qayerga yashirdingiz? ko'cha boshidan oqib o'tadigan anhorga tashlaganman. Ana endi hammasini bir boshidan gapiringchi. Mana tushyapman. Namuncha shoshasiz? Xo'p, mana tushyapman, Xushnut aka. Alo. Tez yordammi bu? Sevara meni sotib yuborganini Dubayga borgach bildim. U yerda mendan tashqari yana 11 nafar O'zbekiston qizlari bor edi. Fohishalik qilishni istamaganlar qattiq kaltaklanardi. Bir necha kun suvsiz, ovqatsiz qoldirilardi. Pasportlarimizni va pullarimizni olib qo'yishgandi. Ketmoqchi bo'lganlarga 1 yil ishlab berishga majbur deyishdi. U yerga borish, yeb ichish xarajatlarini qoplaysan deyishdi. Shu tariqa 1 yil azob uqubatlarga chidab vatanga qaytdim. Va nihoyat qaytib maqsadimni amalga oshirdim. Sevarani o'limida Xushnutni ayblash uchun qulay fursatni poyladim. Va o'sha payt keldi. Men qasdimni oldim.